Ayollar uchun ajoyib yangilik. Endilikda ishlamaydigan va uyda o'tiradigan uy bekalari ham dekret pul olishi mumkin. Demak do'stlar, diqqat qiling, tushuntiraman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrdagi 206-sonli farmoniga asosan endilikda ishlamaydigan va uyda o'tiradigan uy bekalari ham barcha ayollar qatori dekret pul olishi mumkin. Unga ko'ra, ishlamaydigan ayollar har oy ketma-ket tarzda 10 oy davomida 63 ming so'mdan sug'urta to'lovi to'lab borish kerak bo'ladi. Ushbu to'lov to'lab borilgandan keyin farzandli bo'lgandan so'ng dekret puli to'lab beriladi. Ushbu sug'urta to'lovining eng kam miqdori 63 ming so'm tashkil qiladi. Undan tashqari siz qancha ko'p to'laydigan bo'lsangiz, keyinchalik farzandli bo'lganingizdan so'ng dekret puli ham shunga mos tarzda ko'proq to'lab beriladi. Ushbu qoidaning asosiy talabi siz 10 oy davomida ketma-ket tarzda hech qaysi oyni qoldirmasdan sug'urta to'lov to'lashingiz kerak bo'ladi. Agarda bir oy ham qolib ketadigan bo'lsa, sizga dekret to'lovi to'lab berilmaydi. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga shu va boshqa masalalarda advokat xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.